Bu dunyodagi eng kambag'al prezident. Urugvayning sobiq prezidenti Xose Mujica. U maoshining 90%ni hashamat yoki boylik uchun emas, balki o'z mamlakatining muhtoj fuqarolariga yordam berish uchun xayriya qildi. U sevimli rafiqasi va 3 oyoqli iti bilan suv o'tkazmaydigan kichik uyda, fermada yashaydi. U eski Volkswagen'ni boshqaradi va boshqalar kabi navbatda turib, davlat shifoxonasida muolaja oladi. 5 yillik faoliyati davomida u mamlakatdagi ishsizlik darajasini 2 barobar kamaytirishga muvaffaq bo'ldi. Bir safar Mujica shaxsiy samolyotdan voz kechadi va uning o'rniga o'z xalqi uchun eng so'nggi tibbiy texnologiyalar bilan jihozlangan qutqaruv vertolyotini sotib oldi. U lavozimni tark etgach, senatorlik pensiyasidan voz kechib, uni muhtojlarga berishni tanladi. U bir kuni shunday degan edi: "Meni eng kambag'al prezident deyshadi, lekin men o'zimni kambag'al deb hisoblamayman. Faqirlar faqat hashamatda yashash uchun ishlaydiganlardir. Ular umrlarini behuda o'tkazadilar, chunki ular hech qachon to'ymaydilar. Bu hech qachon tugamaydigan qoniqmaslikdir." Shu kabi qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.